Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun boshlang'ich ta'limda innovatsiya fanining ikkinchi mavzusi, ya'ni ta'limning mazmuni va uni vazifa va faoliyat shaklida taqdim etish, o'qitish usullari, o'quv faoliyati haqida ma'ruza mashg'ulotini davom ettiramiz. Ya'ni bugungi mavzumiz top 300 talik oliy ta'lim muassasalari tomonidan taklif etilgan ayni boshlang'ich ta'lim yoki pedagogika faoliyati bilan bog'liq bo'lgan ta'lim yo'nalishlarida o'tiladigan mavzu bo'lganligi uchun mavzu siz va men uchun notanish va yangi mavzu hisoblanadi. Shuning uchun mavzuga e'tiborliroq bo'lasiz degan umiddaman. Ya'ni bugungi mavzumizni reja qismiga o'tsak, rejasi ta'lim mazmuni, vazifa va faoliyat bilan ifodalanishi, ikkinchisi o'qitish usullari, uchinchisi o'quv faoliyatining turlari, to'rtinchisi ta'lim mazmunining shakllanishi va rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar. Bugungi darsimizda tayanch tushunchalari mavjud. Boshlang'ich ta'lim, ta'lim tizimi, innovatsiya, pedagogik innovatsiya, ta'limdagi yangiliklar, innovatsion faoliyat, innovatsion muhit, zamonaviy ta'lim, pedagogik texnologiya kabi tayanch tushunchalardan foydalanamiz. Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati. Darsimizda kuzatib borayotgan bo'lsangiz, doimiy biz darslarda foydalangan adabiyotlar ro'yxatini ko'rsatib boryapmiz. Ya'ni birinchisi boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, ikkinchisi boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiya, uchinchisi boshlang'ich ta'limni integratsiyalashgan pedagogikasi nomli o'quv qo'llanmalaridan foydalanamiz. Birinchisi, ta'lim nima degan tushunchani bilib olishimiz zarur. Ta'lim o'quvchilarga nazariy bilimlarni berish asosida ularda amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirish, ularni bilish qobiliyatlarini o'stirish va dunyoqarashlarini tarbiyalashga yo'naltirilgan jarayon hisoblanadi. Undan keyin esa ta'lim mazmuni ilmiy tushuncha sifatida. Mana bu yerda e'tibor beradigan bo'lsangiz, biz sun'iy intellekt asosida ayni biz hozir aytmoqchi bo'lgan tushunchalarni chiroyli slayd, rasm holatda ko'rsatilgan. Mana birinchisida qarang, ta'lim mazmuni jamiyatning ijtimoiy tajribasi saralab olingan, shaxsni har tomonlama kamol topishiga yo'naltirilgan bilim, ko'nikma va malakalar tizimi deb beryapti. Uning maqsadi nima? Shaxsda ilmiy dunyoqarash va kompetensiyalarni shakllantirish hisoblanadi. Mana bu yerda e'tibor bersangiz, ta'lim mazmunining 4 ta tarkibiy qismi mavjud. Birinchisi bilimlar, nazariy va empirik axborot usulida beriladi. Ikkinchisi faoliyat usullari, ko'nikma va malakalar. Uchinchisi ijodiy faoliyat, noan'anaviy yechimlar topiladi. To'rtinchisi atrof muhitga munosabat, qadriyatlar, dunyo qarash hisoblanar ekan. Endi taqdimotimizda mana bundaqa matnlar bor. Ta'lim jamiyat hayotining ajralmas qismi bo'lib, insonning intellektual, ma'naviy va ijtimoiy jihatdan shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Ta'lim jarayoni orqali shaxs atrof muhitni anglaydi, bilimlarni egallaydi, o'z fikrini mustaqil ravishda ifodalashga o'rganadi va hayotda uchraydigan muammolarga ongli munosabat bildirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shu bois ta'limning mazmunini to'g'ri belgilash, uni o'quvchilarga samarali tarzda yetkazish va o'zlashtirishni tashkil etish pedagogika fanining asosiy masalalaridan biri hisoblanadi. Undan keyingi ta'lim mazmuni deganda o'quvchilar tomonidan egallanishi lozim bo'lgan bilimlar majmui, amaliy ko'nikma va malakalar, ijodiy faoliyat tajribasi hamda axloqiy va ijtimoiy qadriyatlar tushuniladi. Ushbu mazmun jamiyatning rivojlanish darajasi, fan va texnika yutuqlari, madaniy meros hamda yosh avlodning ehtiyojlari asosida shakllantiradi. Ta'lim mazmuni shaxsning har tomonlama rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan bo'lishi lozim, chunki ta'lim faqat bilim berish bilangina cheklanmay, balki tarbiyaviy va rivojlantiruvchi vazifalarni ham bajaradi. Undan keyin zamonaviy pedagogik qarashlarga ko'ra, ta'lim mazmuni o'quvchilarga faqat tayyor axborot berish tarzida berish yetarli emas. Bunday yondashuv o'quvchini passiv tinglovchiga aylantirib qo'yadi. Mana bu yerda rasmga e'tibor qaratsangiz, o'quvchi passiv tinglovchi, darsdan zerikkan
hech narsaga qiziqishi yo'q. O'qituvchi faqat hamma bilimlarni tayyor holda yetkazib beradi. Natijada o'quvchi ta'lim jarayoniga bo'lgan qiziqishi susayadi. Shu sababli ta'lim mazmuni vazifa va faoliyat shaklida taqdim etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda o'quvchi bilimlarni tayyor holda qabul qilmaydi, balki ularda faol izlanish, tahlil, amaliy harakatlar jarayonini egallaydi. Bu esa bilimlarni ongli va mustahkam bo'lishini ta'minlaydi. Ta'lim mazmunining vazifa shaklida taqdim etilishi. Mana bu yerda e'tibor bersangiz, o'qituvchi o'quvchilarga dars o'tish jarayonida birinchisi nima qo'yapti? Muammolarni hal etish yo'llarini izlaydi. O'quvchilarga muammo qo'yilyapti, o'quvchilar muammoni hal qilish yo'llarini izlaydi. Uchinchisi, undan keyingi e'tibor qaratsangiz, mustaqil fikr bilimlarni faol tekshiradi va tahlil qiladi. O'quvchi har biri o'zini mustaqil fikriga ega bo'ladi va jamoaviy fikrlash bu jarayonda yuqoriroq namoyon bo'ladi. Keyingisi xulosa chiqarish, bilimlarni qo'llash va xulosa chiqarish va natijada bugungi ayni darsda berilgan muammoni o'quvchi fikr bildiradi, muammoga yechim topadi va umumiy xulosa chiqaradi. Mana bu yerda boshlang'ich ta'limda o'qitish metodlari haqida gap ketyapti. Birinchisi suhbat, hikoya qilish, tushuntirish, ma'ruza, matn bilan ishlash hisoblanadi birinchi guruh. Ikkinchi guruh metodlarida esa mana bu yerda mashq, amaliy mashg'ulot, laboratoriya tajribalari. Uchinchi turi mustaqil ish, nazorat ishi, test topshiriqlar, loyihalar himoyasi, imtihonlar kiradi. To'rtinchisi bor, bunisi an'anaviy o'qitish texnologiyasi, masofaviy o'qitish texnologiyasi, innovatsion va integratsion o'qitish texnologiyalari hisoblanadi. Masofaviy o'qitish bu hozirgi kunda eng keng tarqalayotgan o'qitish turi hisoblanadi. Ya'ni o'quvchi o'rganmoqchi bo'lgan, izlanmoqchi bo'lgan har qanday shaxs o'z uyida yoki yashash joyida turib, oliy ta'lim yoki biror bir ta'lim muassasasiga bormasdan turli xil onlayn yoki virtual aloqalar orqali o'qituvchi yoki ma'lum bir kasb egalari bilan muloqotga kirishadi va natijada o'qib o'rganib boraveradi. Undan keyingi e'tibor bersak, faol o'qitish usullari, uning foydalari qarang. Mana bu yerda beryapti. Hamkorlik va muhokama, jamoa bo'lib ishlash, asosli fikr. Mana bu yerda ikkinchi tushunchamizda biz 4K modelini eslab o'tishimiz kerak. Jamoa bo'lib ishlash, biz 4K modelda kollaboratsiya, jamoaviy ish, ya'ni o'quvchilar bitta jamoada ishlash orqali o'z fikrini tushuntirib bera olish va o'zgalar fikrini hurmat qilish kabi ko'nikmalarni egallashi lozim. Ta'lim mazmunining vazifa shaklida ifodalanish, didaktik vazifa. Ta'lim mazmuni o'quvchi uchun shunchaki matn emas, balki didaktik vazifalar, masala, mashq, topshiriq sifatida taqdim etiladi. Vazifa bu erishilishi kerak bo'lgan maqsad va uni amalga oshirish shartlarining birligi hisoblanadi. O'quv faoliyatining turlari. Mana bu yerda amaliy, nazariy bilimlar, mustaqil o'quv faoliyat turlari berib o'tilgan. Bizda bugungi darsimizda savol-javob qismlari ham mavjud. Ya'ni boshlang'ich ta'limda innovatsiya fani qaysi fanlar bilan aloqador, ya'ni bu fanni o'zlashtirib nimalarga erishamiz degan savollar qo'yilgan. Sizlarga omad o'qishda, bizni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat.